Dostlar sizlerle men burungi Rinat. Bugungi videoda bizlar men sizlarga komta ashib o'rgataman. Komta ashuvda bizlarga ikkita telefon kerak bo'ladi hamda komta ashatadan toshkasini qo'shib qo'yadi. Qanday? Wi-Fi сөйтіп жалғанajaq адам болсам, Wi-Fi-ni qo'shiladi toshkashgan adamning. Сөйтіп meni yerda multiplayer deb yozib qo'yadi, shu yerga bosamiz. Hamda meni yerda lockout and hotspot deb yozib qo'yadi, shu yerga bosamiz. Shu yerda meni yerda o'yin yaratuv hamda o'yinga qo'shiluvni bo'lib turadi. Agar siz bir odamning Wi-Fi-ni jalg'anatib bo'lsangiz, join game deb bosasiz. Agar o'zingiz o'yin ochishaq bo'lsangiz, create game deb bosasiz. Endi shu yerda bizlarga modeli ila kartalarni beradi. Bizga klassik, ya'ni men shuni o'zimga klassik kerak bo'ladi hozir. Men yerda startda bosamiz. Sol bizda qasingizdagi jo'rangiz da multiplayerga kirib, lockout and hotspotga bosib, join sizning IP nomeringizni teradi. IPni qaytib beradi deb aytsangiz, meni yerda lockout IP deganda jo'rangiz lockout IP degan yerda yozadim bo'ladi do'stingiz. Sonra yozgandan keyin siz bu adam sizga joinni bosingiz kerak. Сөйтіп ол o'zi komandasini taylaydi. Сөйтіп siz ne raundni bosgan formada bunisiz. Keyingi raundda esa qarasaq, meni mening do'stim spawn bo'ldi. Qarshi ko'rsataman. Meni qarshimda meni do'stim bor, meni. Ko'rdingiz-ku. Endi bizlar qaligamishda o'ynay olamiz. Video yoqgan bo'lsa like bosib bering. Hammangizga rahmet. Rahmet söyleyeyim mi? Assalamu alaikum. O'z Qoraqalpaqiston bizlar o'sh yerda bugun kontr jo'ramiz bilan jo'ra chaqirgan. Jo'rang chaqirsa endi barar qolamiz. Endi men jo'rang qasına keldim o'sh yerga. Biz endi 10 odamga ko'ryapmiz, jo'ramiz ko'ymiz. Bizlar endi men shu video 100 ga yetse, shu kontrda настройканы o'zim o'zgartib beraman. Yaxshimi? Подписчиклер, videoni tez hammangizga, hamma do'stlaringizga jiberib 10 mingga yetkazsak, пожалуйста. 10 mingga yetse, o'sha kontrni настройка o'zgartib o'rgataman o'zim.